Hindiston mintaqasida sal boshqacharoq vaziyatga duch kelamiz. Ya'ni Hindiston xalqlari e'tiqodida Xudo hisoblangan oliy zot bu hech qanaqa xabarchi yoki o'sha xabar olib boruvchi jo'natmay, o'zi bandalarini ko'z o'ngida namoyon bo'lib, uni bevosita o'zi yo'l yo'riq ko'rsatib o'rgatadi degan. Ya'ni uni bandalarni ko'zini oldida namoyon bo'lishi avatara deyilgan. Ya'ni avatara so'zini ma'nosi o'zi tushish degan. Xudoni ko'kdan yerga tushib bandalariga yo'l yo'riq ko'rsatish. Ya'ni tushganda ham qanaqa shaklga kiradi u? Xuddiki odamlar asosan endi hindlarning e'tiqodida asosan shu odam shakliga kiradi va uni boshqa oddiy odamlardan farq qilib turishi, uni aslida iloh ekanligini bildirish uchun u badani insoniyat badaniga o'xshamaydi, balki ko'k rangda bo'ladi deydi. Ya'ni biz bundan bilishimiz mumkinki, hind e'tiqodida farishta kategoriyasi deyarli yo'q. Ya'ni Xudo hisoblangan oliy zot bevosita o'zi tushib, bandalari bilan hisob-kitob qilib, ularga yo'l yo'riq o'rgatadi. Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq dinlarida esa sal boshqacha vaziyatga duch kelamiz. Ya'ni u yerda xabarchi jo'natiladi. Maxsus tanlab olingan kishiga, bandalari orasidan maxsus tanlab olingan kishiga, ya'ni biz buni payg'ambar deymiz, nabiy deymiz yoki rasul deymiz.